yaxshi ham yo'ldan qopqon chiqmadi. Befarosatga o'xshab yuraman-da. Davay. Yaxshi akalar, belchadan qistirdik, qopqonga ham tushirdim, ko'ryapsizlarmi akalar? Davay akalar, xolani kutamiz. Xola kelishi bilan akalar tashlaymiz, xola g'oyib bo'la qarab turinglar. Davay akalar, o'tamiz. Mana akalar, hard rejimda xola jonim g'oyib bo'ldi. Hozirgina g'oyib bo'ldi. Hozir akalar boshqacha tugash bo'ladi. Chunki deganda Slenderning opani Teddy, короче, Slenderning opaga Teddyni bersa akalar boshqacha tugash bo'ladi. Mana akalar, Granny xola Teddyni ushlab qoldi. Salom do'stlar, Odilxon kanaliga xush kelibsizlar va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Granny bir o'yinini hard rejimda o'ynaymiz, lekin Evil Nun grafikada. Do'stlar, men Evil Nun o'yinini Grannydan ham sevib o'ynardim, lekin akalar dinimizga to'g'ri kelmagani uchun o'yinni boshqa o'ynamayapman. Menga juda ham yoqardi, hamma qochish yo'ldan qochganman. Do'stlar, bugungi videocham juda ham qiziq bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, bitta podдержка uchun like va do'stlar obuna tugmasini bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Chunki do'stlar, kanalimizda 95% odam obuna bo'lmasdan ko'rarkan, 20 dan like va do'stlar obunalarni bosib tashlaylar. Xo'sh demay, Короче, do'stlar, mana bizni birinchi kunimiz boshlanyapti. Hard rejimga qo'yganmiz. Xola uchadi. Akalar, bu grafika, bu ovozlar menga juda ham tanish va menga juda ham yoqadi. O'rnimizdan turyapmiz. Evil Nun o'yinini o'ynalmasak ham akalar, xolani o'yiniga qo'yib o'ynasak bo'lar ekan deb akalar eshikni ochamiz. Va akalar riski pastga tushamiz. Uni xola ko'rishi bilan biz qo'laydi. Xo'sh, bu yerda akalar kesish bor ekan. Juda ham cho'tki. Yaxshi akalar, mana shuni kesib qo'yaylik. Xola jonimiz qaysi tomondan kelar ekan endi? Xola, akalar bo'ldi. Inna tepadan kelyapti, buni ochib berachga. Buni ham yo'q qo'yamiz akalar, har ehtimolga qarshi. Endi mana bu yerda tushirib, mana bu yerda kesamiz, buni ham suramiz akalar. Keyinchalik kirganimizda akalar qasr-qusur etmasligi uchun buni pastga tashlab qo'yamiz akalar. Xonani bizni chalg'itish uslubini do'stlar hamma biladi. Hozir esa akalar mana yerdan xola o'tib ketadi. Akalar, Evil Nunni kiyimini kiyibdi. Mana hard xolam sizga yarashar ekan xolajonim. Endi akalar mana eshikni yo'q qo'yamiz. Xolani bir necha sekund ushlab tursin. O'sha akalar bu yerda ko'ramiz. Akalar, kod bor ekan. Bu juda ham cho'tki. Tabii akalar, kod bilan mana yerda ochib buni tashlaymiz va akalar, короче, mana shu yerda ochamiz. Akalar, ana bor ekan. Ya'ni akalar, quduqda narsasi, quduqda ichidan ham akalar kerakli narsalar chiqadi. Har doimgidek ko'chaga chiqamiz. Akalar, mana shuni ochib qo'yaylik-da. Ko'chani ham yorib olib turib, o'tlab qo'yardi Granny xolani. Uyini bor-ku, o't o'smasdi oldin. Buni akalar qo'yib buraymiz. Chiqib kerakli narsa bersin, akalar, mashinada narsasini bersa odam yig'laydi, chunki eshikdan qochishga. Akalar, bolga beryapti. Eshikdan qochishga juda ham niyat qilyapman. Va akalar, Teddyni Slenderning opaga bermoqchiman. Chunki eshikdan qochsa boshqacha tugash bo'lar ekan. Shuni akalar qilib ko'ramiz, buni bosamiz, xolani chalg'itish uchun. Qo'ng'irog'iga ham bir itta akalar yarimta o'ynab qo'yamiz, xola o'tib ketish uchun. Davay akalar, xola chiqmabdi, o'tir berachga. Yaxshi akalar, endi chiqib ketdi. Ko'rganda akalar, digidikda qo'lab boshlardi. Bu juda ham yomon bo'lardi akalar. Kutyapti ham ko'rdi, kutyapti ham, keyingi safar olib ketamiz, buni uramiz. Akalar, bittasi tushmay qoldi. Davay. Endi akalar, tezlik bilan chiqmasiga hozir orqamizdan Endi xola kelib qolish mumkin, ochib berachga. Yaxshi akalar, ko'rma, buni yopib qo'yamiz. Va akalar, короче, Teddyni Slenderning opaga beramiz, mana yerda ochamiz. Qani berachga, endi buni qo'y. Va akalar, sekin o'tamiz. Yaxshi akalar, xola ko'rmadi. Endi mana shu yerda akalar pol g'ijir deydi, polni g'ijirdatdik. O'z xola jonimiz ham akalar biz o'zimizdan kelamiz desa, mana shu yerda xolamizni kutib turamiz. Nimaga desang, xola bizni ko'rmasdan o'tib ketib akalar, mana yerga kelgan paytda biz indamasdan akalar orqasidan deb akalar o'tib ketamiz. Davay berachga, sekin o't. Akalar, mana xolani ko'ryapsizlarmi? Befarosatligini ko'rib o'tiribdi. Yapirachga. Davay akalar, mana tomonga o'tamiz. Xo'sh, bu yerda xola kelmayapti. Akalar, vipun kiyib bor ekan. Yaxshi xola, jonim kelmay turing, ochib berachga. Xola ham ko'rib turibdi, borku xola kelmayotgan bo'ngdash qilib. Xo'sh, yaxshi akalar, kelmayapti, ochib berachga. Hozir kelib qolishi mumkin, chunki biz ko'rib turibdi. Bo'ldi akalar, musiqasi ham tugadi. Sekinga chiqib boramiz akalar. Xola jonimiz xatda turibdi. Ikkini ochish kerak akalar. Raqamni ham topdik. Yaxshi. Keng xola, davay, qaysi tomondan kelasiz? Keng chap tomondan kelsa kerak, zamon tomondan kelib, davay. Qopqon qo'shib ulgurdi. O'qitib bering xola. O'qing, kerakli narsa 30 sekundga ketdi. Chunki akalar xatda turibdi-da. Davay akalar, o'sha tepadan ham olib tushiramiz, uni ham tashib qo'yamiz. Pastda kerak bo'lib qolishi mumkin. Xola qoching, xola. Xola qoching. O'liga ham xalal beradi bu xola jonimda. Endi akalar, Teddyni olib Slenderning opani xonasiga qo'yishimiz kerak. Qani birechki ham uni bosamiz akalar. Teddy mana shu yerda turibdi. Davay akalar, Teddyni olamiz. Ketdik akalar, xola uyg'onmasdan oldin. Oy, yuragim dukkullayapti akalar, yuragim dukkullayapti. Kimdir yuragimni urdimi deymanda. Akalar, yurak dukulladi-yu, endi xola keladi akalar, endi shu hisobda. Akalar, men Teddyni Slenderning opani xonasiga bormoqchi edim. Demak, akalar, nasib qilmagan bo'lsa, короче, keyinchalik nasib qilib qolar. Xola ko'rib turibdi, kanishni, lekin nimagadir kelmayapti-yu, bizdan uzoqda spawn qilganman akalar. Xo'sh, xolajonim, nima deysan?
Menimcha do'stlar bizni uzoqda spam qilgan bo'lsa kerak. Borib ulgursak ham bo'lar ekan akalar. Bo'ldi, mana xolajonim kelyapti. Ulgursak ham bo'lar ekan, lekin akalar, mayli endi yig'lamaymiz akalar. Hech kim kelajakni ko'ra olmaydi. Buni akalar mana shu yerga tashib qo'yamiz. Biz bilmagandik, to'g'rimi akalar? Davay. Endi meni tomonga o'tib akalar, men kitob ko'rganim esimga tushib qoldi. Shu kitobni kelamiz, buni yopamiz. Yaxshi bir hech kimni vipinda ham olib, xolani bir parcha etarsak bo'lardi-yu. Mayli akalar, tarib o'tirmaymiz, buni kitobni olamiz. Yaxshi bir achka. Davay akalar, xolani mana shu yerga chalg'itib olamiz. Keyin xolajonim, izimdan akalar, noz meni o'zim quvdirib chalg'itaman. Unaqa chalg'itishda akalar hech kim qilmasa kerak. Ko'chaga chiqib chalg'itsak ham bo'lardi. Mayli kela qoling xolajonim. Ivilnandi kiyimini kiyib olgan xola. Davay akalar, qochamiz. Xolaga yarashadi akalar. Xola bir chiroyli meni xolamdan-da meni yoqib ketyapti. Xola borgan sari boru. Yaxshi akalar, buni ochamiz, yopamiz degani buni ochamiz. Va akalar, buni kitobni qo'yib yuboramiz. Qani buni xola ham kiyib olgan bo'lki, ivilnandi kiyimini davay. Akalar, buni tomondan kelyapti. Qani voy, qopqon bor ekan, xola qopqonni qo'ygan joyingiz qarang, eshikni yopamiz. Davay bir hech ketasiz yugurmasak, xola ko'rib turibdi. Buni olamiz, akalar suramiz, buni ham ochamiz. Bu eshikni ham yopib qo'ygan ekanmiz. Qani bir ichga o'tirib kirib ket. Yaxshi akalar, izimizdan xola kiymayapti. Mayli xolajonim, kiymasangiz kiymang. Davay akalar, buni ochamiz. Yaxshi akalar, juda o'qarga chiqdi. Bu juda ham cho'tka akalar, bizga mashina tarafda kerak bo'ladi. Shu yerga tashab qo'yamiz. Chunki akalar mashina ichidan ham kerakli narsa chiqadi. Endi akalar, mana Tedini hozir silindrini opani xonasiga olib borishimiz kerak. Shuning uchun bizni azizdan aziz, shakardan shakar xolajonimizni aynan mana shu yerga chalg'itib olishimiz kerak. Ana xolajonim, kela qoling. Tedi bilan chaqiryapmiz akalar, tasavvur qilyapsizmi? Bitta ayiqchani ushlasak, xolani ko'zlari qizarib ketadi. Xola ko'p ko'zingizni qizartiravermang, aytib qo'ya, ko'zingizga dori qo'yaman. Kelishini ko'ryapsizlarmi, bu xolamdi. Davay akalar, tepaga chiqamiz, mana shu eshikni yopib qo'yamiz. Kela qoling xolajonim, kelasizmi? Keyin xola. Davay keyin, urishsangiz keyin duxingiz yetsa keyin. Davay akalar, Tedini mana shuni ushlab tursa, xolaning ko'zi qizarib, biz tomonga cho'g'ib keladi akalar. Nimagadir kiymiyapti, chunki hard rejimga qo'ydik akalar o'sha. Ammo reklamasini ham bor, o'sha reklamani itimdan yomon ko'raman. Mayli akalar, chiqsiz xolajonim, kela qoling. O akalar, ko'zi qizarib ketibdi xolajonimda. Davay akalar, mana tomonga o'tib ketamiz, hozir ushlab oladi bu xola. Davay. Yaxshi akalar, qopqon yo'q ekan, qopqon bo'lganda akalar, menga janoza o'qib bersalaring bular eshiklar yo'q qo'yamiz. Xolani bir necha sekund ushlab tursak akalar bizga yetadi. Davay, ishqib o'xshasin akalar, buni ichiga tashlasak xola g'oyib bo'lish kerak. Men aynan o'sha joyini ko'rmoqchiman. Davay akalar, xolani kutamiz. Xola kelishi bilan akalar tashlaymiz, xola g'oyib bo'ladi, qarab turinglar. Davay akalar, otamiz. Mana akalar, hard rejimda xolajonim g'oyib bo'ldi. Hozirgina g'oyib bo'ldi. Davay mana bolg'ani olamiz. U mana silindrini olib ham akalar paydo bo'lyapti, ko'ryapsizlarmi? Bolg'a nimaga kerak? Birachga desalang, xola eshikni ochdi. Davay buni ur. Xola eshikni ochdi akalar, bolg'ani mana shu yerga tashlabgina xolajonimni chalg'itibgina olamiz akalar. Bo'ldana silindrini opani ham akalar, korotch ozod qildik akalar. Mana shu ayiqchani qanchadan beri izlab yurdi. Biz to'g'ri berdik. Yana qo'li keldi, o'sha ko'ryapsizlarmi? Davay akalar, bitta fint bor edi, bu fint ekspertni qilmanglar, eshikni yop. Yo'q, shokalar o'xshadi. Hozir mana yoqda pol g'ijirdi, endi xola mana yoqqa kelish kerak. Menimcha kelgan bo'lsa kerak, akalar, nima deysizlar? Eshikni yopamiz. Akalar, mana kalitni olamiz. Qani bir ochko och. Eshikni har ehtimolga qarshi yop. Endi akalar sekkingina pastga tushib ketamiz. Yaxshi akalar, pastga ham tushib oldik. Endi akalar shu eshikni yopib qo'yamiz. Akalarga e'tibor bermaysizlar. Gapirib, korotchi yurib bir bolalar bidirib qo'ysam, umuman e'tibor bermanglar. Chunki o'zim akalar nimadirlarni gapiradigan bo'lib qolib, o'zim ham tushmayapman. Davay akalar, pastga tushamiz. Akalar, bir yaxshigina mana xolani suvga cho'milib oldik, bashara bilan kirib. Davay akalar, o'tiramiz. Va yana akalar shu hard rejimda bu yoqda hech kim yo'q. Hard rejimdagi akalar o'rgimchakni oldiga boramiz. Bu ham akalar ivilnandi, kiyimini kiyib olibdi yoki kimdir kiydirib qo'ygan. Mana shu tomondan o'tayotganimizda chiqib ko'rmasin-da. Yaxshi akalar, ko'rib qolaman deb o'yladim. Ko'rib baqirib boshlaganda bu juda ham dahshatli bo'lardi. Davay o'tiramiz. Yo'q akalar, yaxshi xolajonim yo'q ekan. Endi akalar mana bu yerdan o'tib ketamiz. O'rgimchak qaysi tomonga ketganini ham ko'rmadim. Mayli akalar, liftdan tepaga chiqamiz. Menimcha mana shu ikkini ochishimiz kerak edi. Yana ham bilmadim akalar, ikkini ochish kerak deb o'ylayapman. Qani akalar, sekkingina borib ochamiz, chiqib porlab ketmasin-da. Akalar yaxshi porlamadi. Endi buni tugma pastga bosamiz. Akalar sekinlik liftdan pastga tushsak, shundaygina o'rgimchak kiyib turadi desam, akalar kiymagan ekan. Yaxshi akalar, kiymagani ham yaxshi, biz bundan tomonga o'tib ketamiz. U men tomonga ketganman deyman, akalar, chap tomonga ketgan bu o'rgimchakni bilan buni mana shu yerga tashlab olamiz. Xolani chalg'itish maqsadida ko'chaga chiqibdi xolam. Xo'sh, davay. Yaxshi akalar, o'rgimchak yo'q ekan, bundan tomonda bo'lmasa bo'ldi. Yaxshi akalar, menga qarab baqirib turib chopaman deb o'yladim. Yaxshi chopadi. Endi akalar o'rgimchakni mana shu yerda asligincha kutamiz akalar.
unchalik ko'p emas. Bariga bir yoy akalar 2 soat kutsa yetadi. Mana keldi voyoy. Yuvil nonni kiymani kiyib olgan bor-ku, bu o'rgimchakka ham kimdir kiydirib qo'yganmi deymanda, bu o'rgimchakka kim tikkan ekan akalar. Davay akalar turamiz. Hard rejimda turibdi akalar, o'ynanishi bo'lmaydi, tutib olish mumkin. O'tir. Holi ham ko'rib turibdi bor-ku, mana shu o'rgimchagini baqirishi menga umuman yoqmaydi. Yaxshi akalar, buni yo'lga kiyib oldik. Xola yo'qmikan akalar, nima deysizlar? Xo'sh, yaxshi akalar, tur bilan ichga xola kelyapti akalar, chunki yaxshi akalar urmadi. Bu tomonda ham xola yo'q ekan, mana bu yerdan o'tib ketamiz. Yaxshi bir ichga mana shu yerga bir marta tashlaymiz, qaytarib olamiz. Chunki akalar biz tarbiz hozir ko'chaga borib chaqib kelishimiz kerak. Qani mana shu holi biron marta ham o'tmabmiz akalar, qoyil. Buni ochamiz va akalar kalla chaparga olib kelib shunigina qo'yib beramiz. Qani, akalar mana pedalaki chiqdi. Yaxshi akalar pedalaki degan borib eshik chamizga qo'yib beramiz. Xola ko'chaga chiqib ketishini kutishimizga to'g'ri keladi. Chunki chiqib ketmasdan oldin ana kirib yorsak akalar bizni quvalab ketishi mumkin. Xartda turibdi akalar, itday quvalaydi bor-ku. Uyda aylantirib turib xolajon ana eshik degan bir soat ocha bor-ku, qariyapti-da xolam yoki qulfi eskirib qolgan akalar, nima deysizlar kommentariyaga yozinglar. Tabakalar, uni o'tchamiz yaxshi buni otib beramiz hozir ovoziga. Xolajonimiz shunagina kiyib boradi. Qariblachiga buni yop. Keyin akalar mana shu yerlar akalar mana bu yerdan o'yin bor ekan, ya'ni remove fuse o'shanda narsa bitta fint bor akalar. Mana uni o'tirsak, xola aynan mana shu xonaga keladi, agar buni o tomondan o'tmasa. Davay, eshik ovozini eshitishimiz bilan akalar, bo'ldi akalar, eshik ochdi. Buni tomondan sekingina o'tamiz. Ishqib xola o'tgan bo'lsin akalar, nima deysizlar? Mana yoqda ochishdan oldin mana shu vipini olamiz akalar, nima deysizlar? Bu o'qini ham ol, xola ko'rdi. Davay xola, keng urishasizmi? Ketdik akalar. Uzoqroq qolib borib akalar, solamiz. Yaxshi ham yo'ldan qopqon chiqmadi. Befarosatga o'xshab yuraman-da. Davay. Yaxshi akalar, belchadan qistirdik, qopqonga ham tushirdim, ko'ryapsizlarmi akalar? Mendan zo'r yo'qda. Qani bir chiqqan onani olamiz akalar. Xo'sh, mana xonalarda ham bir tekshirib ko'ramiz. Bu xonalarda ham kerakli narsalar. Akalar mana shu bedri aynan bizga mana shu narsa kerak edi. Qani bir chiqqan buni ham qo'yib bor. Yaxshi eshikni yopamiz. Endi akalar mana shu yerga karkiyni tashladik. O'sha karkiyni ham akalar, короче, mashinani ochamiz. Qani bir chiqqan akalar mashinani ichida ham qush to'qati bor ekan. Sekingina olib borib akalar qush to'qatini ham berib kelamiz. Xoladan ehtiyot bo'lish kerak. Mana shu yerda ham akalar spawn qiladi. Buni qon yo'loqda ustida bilmayman, qonni yaxshi ko'raman. Mana shu yerga tashlaymiz. Nimaga desang, boya xolani o'ldirdik-ku, men qushga ovqat berayotgan paytim yaqin atrofda paydo bo'lib akalar, men tomonga chovib kelsa akalar, buni yurak ko'tarmasligi mumkin. Shuning uchun akalar nima deysizlar? Nimagina buni on tashlab akalar, xolani kutamizmi? Kela qoling xolajonim, o'zimni xolamsiz, ana keldi qop-qora kiyimda xola, ana qora liboslilar bo'lib ketdi akalar. Endi bu yerga kim ko'rgan bo'lsa ham ochamiz. Davay go'shtga ehtiyot bo'lamiz. Go'shtga g'isht kiyimini kiydirib qo'yibdi. Davay akalar bu yerga buni qo'yamiz va davay akalar buni olamiz. Nima bo'lyapti akalar? Tez abrachka o'ynatma odamni. Yaxshi akalar, buni tushiramiz. Xola kelmagan bo'ng, xolajon kelmagan bo'ng. Yaxshi akalar, xola kelmabdi. Bilmayman akalar, tez bosib berdim-da 2 marta. Shunga shunday bo'ldi. Davay akalar, ishqib eshikdan qo'chaylikda, chunki ekstra loklarni ham menimcha qo'yganman. Mana hozir akalar boshqacha tugash bo'ladi. Chunki deganda Slenderning opani Teddy, короче, Slenderning opaga Teddyni bersa akalar boshqacha tugash bo'ladi. Mana akalar, Greenni xola Teddyni ushlab qoldi. Orqasida Slenderning opa ham akalar ko'rinish berdi.